Sonarki xonaga bu 5-navbatchi. 5-navbatchida quyidagi chap tarafda berilgan narsalarni qilishimiz kerak ekan. 2 minut vaqt berilgan. Urg'ush harakat qilaman. Bo'lmasa boshladik. Chizamiz. Table uchun tabledan keyin yoqda kattaroq Bunu 2'ye bölemiz. Bunu ortasından bölüp yo'lda yana bitta chizamiz. Bunu chizgandan keyin yo'lda buni 2'ye bölüp buni 3'te ajratamiz. Bunu endi yozishda boshlaymiz. Ichiga table yoqqa simbol qo'yamiz. Bosh qoladi, bu yoqda rangini ko'k qilamiz. Bu yoqqa bo'sh turadi, bu yoqqa yana simbol qo'yamiz. Keyin 45 vektor va 42 yozamiz. Bu yoqqa endi figuraga o'tamiz. Figuradan birinchi o'rinda buni topib olishimiz kerak. Buni yana vstavka figuradan yana bu. Bundan keyin yana vstavka figuradan endi buni olib qo'yamiz. Shundan vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi.